dushman yasovchi mexanizm ichida bor ekan, hech qachon unda dushmanlar tugamaydi. Shuning uchun o'zini kimgadir dushman his qilayotgan o'zi bilmasdan ham odam nimaga Alloh buni men erini tortib oldimmi yo pulini tortib oldimmi deydigan vaziyatlar bo'ladi. Faqat erini tortib olsang yoki pulini tortib olsang shunaqa jazoga tushadi-da. Hech kimga hech narsa qilmaysan, lekin u seni yomon ko'radi va dushman yasab oladi. Shu iloji bo'lsa-ki, qayerdadir yiqilsang, shu turtsa, go'rga tushib ketsa, shunaqa holatda yurishadi-da, oyoq shunga to'g'ri bo'ladi. Tepishga tayyor turib yuradi. Ustmayib. Ya'ni sen o'zing hayoting bilan ilgilan, o'zingdan barg och, gul och, lekin o'sha tayog'i bilan qayerda go'r bor, birinchi chuqurni aniqlaydi, keyin endi tushadigan ataylab o'sha insonni o'sha yo'ldan o'tkazib ko'radi. Qani o'sha joyi bosarmikan? Shu bitta oyog'i tushsa ham bitta urib joyiga tushirib qo'ysa-da. Bilsinki, o'zini shunday his qiladigan insonlar bo'lsa, yo'q, siz tormor bo'lsangiz ham u inson o'ziga baribir sahna va dushman yaratib olaveradi.